Moin Hamburg demoqchi edim. Moin Leute demoqchi edim, lekin Anyon Koreya bo'lib qoldi. Xullas kelib oxirgi kunlarda menga holat savol ko'p kelyapti. Voy Koreyaga kelibsiz, voy Koreyada nima qilyapsiz, voy Germaniyadan voz kechdingizmi, Germaniyada yashamaysizmi, nima bo'ldi, Koreyada endi butunlay qolasizmi yoki qancha vaqt qolasiz, nimaga keldingiz, nimaga Germaniyada emassiz, xullas kelib bir dunyo g'alati savollar. TikTok, YouTube, Instagram, Telegram vash to'lib ketgan va men har bitta odamga javob berishga ulgurmayman. Так что shuning uchun ham sizlarga hozir statement video qilishga majbur bo'ldim. Xullas kelib hozir men Koreyadaman. Da ko'rib turganinglardek videolarda вот men botga o'qigani yoki yashagani kelganim yo'q uzoq vaqtga. Men просто так vaqtinchalikka, ya'ni sayohatga kelganman. Biznes bo'yicha kelganman. Ba'zi bir shartnoma tuzishim kerak edi kompaniyalar bilan. Kompaniyalar shartnoma tufayli kelishga majbur bo'ldim va sayohatdaman va qaytib ketaman va o'zimni sevimli bo'lgan, yaxshi ko'rgan meni Lieblings Hamburgimga boraman. Xavotirlanmanglar, sizlarni Germaniyada o'zbek qizinglar hech qachon Hamburgdan voz kechmaydi, Germaniyadan voz kechmaydi, boshqa davlatga ko'chib ketmaydi. Вот, qaytib ketaman. Bu degani onlayn darslarga ketgan bo'lsak, onlayn darslar davom etadi. Yaqinda mana shu kelayotgan hafta e'lon qilinadi. Так что bu videoni men haqimda g'alati gaplar chiqarib yurgan, voy Germaniyadan voz kechibdi, voy Germaniyaga ketib qopti, voy Koreyada butunlay qolib ketarkan, yashagani kelibdi degan o'rtalarga jo'natib qo'yinglar. Okay? Tschüssi, annyeong.